Stipendiya sohibasi bo'lganimdan xabardor bo'ldim. Birinchi bo'lib, xursandchiligimga sherik bo'lishlari uchun dadamga telefon qilganman. Men Rabimova Sabrina, Zarmet universiteti iqtisodiyot yo'nalishi 2-bosqich talabasiman. Iqtisodiyot sohasini tanlashimdan maqsad iqtisodiyot jamiyatning asosiy negizi hisoblanadi. Ustozlarimiz bizni iqtisod har bir sohaga kerak deganlari uchun ham iqtisodiyotga o'zim topshirganman. Kelajakda maqsadim o'z biznesimni yo'lga qo'yish va u bilan xalqaro darajada ishlash. Zarmet universitetini tanlashimdan oldin menda asosiy tushuncha bor edi. Zarmet universiteti zamonaviy ta'lim berish shakliga ega. Oldindan bilib, keyin shu yerga o'zim hujjatlarimni topshirganman. Birinchi stipendiya tarqatilayotgani haqida xabarim bo'lmagan. 3 oylik stipendiyamni birga olganman. Buni men o'zimning ehtiyojlarim uchun sarflaganman. Stipendiya sohibasi bo'lganimdan xabardor bo'ldim. Birinchi bo'lib, xursandchiligimga sherik bo'lishlari uchun dadamga telefon qilganman. Xursand bo'lganlar, doimo mendan faxrlanganlar, kichik yutug'imga ham. O'zimni 5 yildan keyin menda o'sha magistr darajasi bor bo'ladi va Zarmet universitetida men ustoz sifatida talabalarga dars berayotgan bo'laman. Meni doimo qo'llab-quvvatlaydigan odamlar ota-onam. Kichik yutuqlarimda ham, kelajakda maqsad qo'ysam ham doimiy ravishda meni qo'llab-quvvatlashadi. Noto'g'ri bo'lsa aytishadi, lekin to'g'rimi, ko'zlari yetishyaptimi, doimiy ravishda. Qurblar yetsa yetmasa doimiy ravishda meni qo'llab-quvvatlashadi. Universitet menga berayotgan imkoniyatlardan biri shundaki, men adabiyotga tayyorlanganman. Adobiyotshunoslik, tilshunoslikka tayyorlangan holatda oxirgi soniyalarda iqtisodiyotga topshirganman. Universitet menga bergan yutug'i, universitet tomonidan olgan manfaatim shundaki, o'zim xohlagan sohani ham davom ettirib ketyapman iqtisodiyot bilan birgalikda. Bu she'riyat.